أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Bütün hamd sanalar, maqtash ve alqışlar alemlerin Rabbiga olsun. Ve aqibatu lil muttaqin. Bütün yaxşı aqibat, muvaffaqiyat ve galibeler hoşyarlarga ve uygaqlarga olsun. والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Salat ve selam, kollaş ve destekleşler hemmisi bu Rabbimizin peygamberi ve bizning rehberimiz Muhammed Aleyhisselam ve onun yoludan kıyametkiçe mangan yoldaşlarga bolsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Qadirlik Şarkı Türkistan'lık qarindaşlar. Bugünkü sohbetimiz Kehf suresi 28. ayetten buludu. Bismillahirrahmanirrahim. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Rabbimiz bu ayette Muhammed Aleyhisselam'a, şundaqla her bir insanga, her bir haq yolçusuga, doğru yolda mangan Muhammed Aleyhisselam'ın yoludan mangan haq yolçusuga Allah birden hitap kılıp şundaq deydi. Vesbir nefseke, nefsinge sabır kıl. Nefsinge sabır kıl degen, nefsinge eğri kesimi, nefsinge boysunmay, nefsinin dignini kılmay, nefsinge karşı meydanda toğun. Ma'allazine yed'una rabbahum bil gadati vel ashi. Rabbiga etdigandimi, akşamdimi dua kılıp turadigan insanlar bilan billa buluşta nefsinge karşı hareket kıl deydi. Sabr kıl. Yuriduna vejha. Çünkü etdigandimi, akşamdimi Allah'a dua kılıp turadiganlar Allah'ın rızasını izlep şundaq dua kıldı. Ve la ta'du aynaka anhum. Sen bu insanlardan küzağını kaçırıp uyak bu yakka başka yerden dost ağrımı. Muş etrafındaki aşı insanlar sana senin yolunda maaşka ve seni destekleşke şu yetip aşıdı. Turidu hayatı dünya. Başka insanlara karşında dünya hayatının menfaatini de etrafımdakiler mandarak insanti uzaktakiler ya ki yukarıdakiler manda yoğun insanti ağla bilen dost olsam billi olsam dünya menfaat kilitli de dünyanın menfaati için etrafındaki hak dostlarını satma. Doğru yoldaki insanlarını satma. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. Sen kalbini bizning zikrimizden g'aflat qo'ygan birimiz kişiler var. Bu insanlara itaat qilma. Bazı insanların kalbini biz özümüzün zikrinden g'aflatga tashlab etamiz. Çünkü o g'afil insanlar. Bizning oyatlarimizning yuz o'rgan insonlarni aşağı g'aflatiga tashlab qo'yamiz insonlarga. Nadan insonlarga ergashma, itoat qilma. Vattaba'a havahu. Bizning havo yashgan. Allah'ın ve Resulü'nün yolundan mağmay, bizning nefsinin keyniga kirgan insonlarga itoat qilma. Ve kana emruhu furuta. İşi uygun bo'lmagan insonlarga itoat qilma. Uygun ish qilmaydigan. Ya qilsa haddidan oshirib, haddidan oshirib etadigan. Yoki bo'lmasa, naq nuqtaga kelmay ojiz qoladigan. Tafrit ve ifrat deyildi. İfrat degan haddidan oshish, tafrit işini joyida qilmaslik. Her türlükse felaket olurdu. Şu bunday insanların uzakta deb Rabbimiz Muhammed Aleyhisselam'a hitap kılıvatıdı ve şundakla her bir hak dostluğa hitap kılıvatıdı. Qarindaşlar bu ayetin sebebi nuzuluğa qarab bakka vaqtimizda
Peygamber aleyhisselam sahabeleri bilen Mekke'de devamlı etrafa insanlar ulaşkandan keyin o insanlarını ta'lim terbiye bilen şug'ullanadi. Allah'ını tunuşturuş, Allah'ın nimetlerini, kudretini, kemaletini tunuşturuş, bu dünyanın kanuniyetlerini tunuşturuş işleri bilen sahabelerinin engini yükseltişip tırışadi. Çünkü Peygamber aleyhisselam keç gündüz ömrünü muş iş sarf kılıptı. Ümmetni, milletni uyg'otish uchun, ong saviyasini ko'tarish uchun Peygamber aleyhisselam davamlı hafilashadigan ish mushudi. Etrafdagi insonlarni kichik demaydi, cho'ng demaydi, kambag'al demaydi, boy demaydi, ayol demaydi, kishi demaydi, qul demaydi, hur odam demaydi. Kim bo'lsa Allohning bandasidan bo'ladi ekan, Peygamber aleyhisselam bu insonlarning engini yuqori ko'tarish, Allah'ını tunuşturuş, ma'rif seviyesini östürüş için şunda hafilashadi. Davamlıq Mekke'nin Sanadide Quraysh degan bir tipi, bir nimba taifi var. Başka etraftaki Mekke etraftaki müşriklerime okşaş. Her katın Peygamber aleyhisselam bilen bir körüşemiz, onun gipimizni dep, yüzümüzden təsirimizde ötküzemiz dep kelse etrafıda bütünley Resulullah'ın sahabeleri toğan. Toğandan keyin bu adamın yüzünü çoğun bilip az sahabelerni köz kılmaydı. Çünkü o sahabeler birey yaş, ikinci alaylı kembag'al insanlar. Yaş kembag'al insanlar bo'lgandan keyin bularni bu Sanadide Quraysh yaratmaydi. Yaratmay Peygamber aleyhisselam shunday dedi. Ya Muhammed, her qatim kelgan vaqtimizda etrafingda shunday tuvan tabaqadagi insonlar bo'ladi ekan. Biz ular bilan bir o'rinda o'ltirishni yaxshi ko'rmaymiz. Biz ularni o'zimizni o'xshash o'rinda qo'yishni yaxshi ko'rmaymiz. Chunki o tuvan tabaqadagi insonlar. Biz bu davlatning, bu yurtning katavashlari. Biz bu sen bilan kurashga kelsak davomli mushuli bo'ladi ekan, sen ularni qo'g'lab yoki bo'lmasa qo'g'lab o'tmasangmi, biz kelganda qo'g'lab et, biz bilan paranglashib bo'lib, yana o'ttasang bo'ladi degan taklif kelgan. Peygamber aleyhisselam bunday bir ahvol beshiga kelib boqmag'achqa bilmay qanday qilsam bo'ladi, to'g'rilarmi, to'g'ri emasmi, bularga ayrim suhbat qilsam, mavluga ayrim suhbat qilsam deb o'ylangan vaqtida bu oyat nozil bo'lgan. Ya Muhammad, Vasbir nefseke ma'allezine yed'una rabbahum bil ghadati vel ashi yuriduna vejhe. Allah rızasını dep, senin qaşыңga kelib, etdigende ve akşamda Rabbiga dua qilib atqan, to'g'ri yo'lda bo'lishni Allohdan tilab atqan, to'g'ri yo'lga erishtirgan, to'g'ri yo'lni ko'rsatgan Allohga hamd sana aytib, Allohga duo qilib atqan haq do'stlarga ve haq dostları bilen ve hakiki davaçılar bilen, dava ehli bilen billi turuşqa nisbeten nefsinge sabr qil, nefsinge qarşı sabr qil. Çünkü senin nefsin o'ylayotidi ki, çoğun adamlar bilen bilam ulu yo'g'on ve kuchli odamni bo'lgandan keyin ulu iymon etib qasdaqmi foyda suludu deb mandaq o'ylab, ularga ko'ngling mayil bo'lib ketish ehtimolli quturyotidi, sen unda qilma. Chunki ma yaningdagi insonlar etdiganda akşamda dua qilib turayotgan insonlar deb Allah ularning dua qilib turayotgan ekanligini sabab ko'rsatib turib, Allah rızası uchun sen bilan birga turayotgan senga tarbiya beryapti. Endi etrafdagi bu kambag'al sahabalar, bu yosh sahabalarni Allah nima uchun unda yaxshi ko'rdi? Evet dedi o qarindoshlar, biz yed'una rabbahum deb tarjima chiqib bo'g'icha Rabbiga duo qiladigan deb tarjima qilamiz. Bu duo qiladigan tarjima qilgan vaqtimizda kallamizga davomli shu duo qilib o'tiradigan, boshqa ish qilmaydigan degan mazmun keladi. Bu undaq emas. Duo degan qarindoshlar, duo, da'vat, da'vo, iddao bunun hemmisi o'xshash ko'kdan keladi. Yed'una rabbahum. Qanday odam da'vo qiladi? Da'vosi va odam duo qiladi. Qalbida dardi va odam. Asli mandaq bo'lsa bo'ladi. Nima uchun biz zulmga uchraymiz? Nima uchun bu kunlarni biz yashaymiz? Bizning nima gunohimiz var? Biz normal bir inson, Allah inson qilib yaratgan bo'lsa, beshimizga bu kunni kelayotgan bo'lsa,
Nima uchun bizda adolat bo'lmaydi? Nima uchun başımızga zulm keladi? Shuning uchun bu asli manda bo'lish kerakdi deb kerakdi degan shu adolatni kallasiga qo'yib, shu adolatni da'vo qilib turib, haq yo'lda mangan insonlar da'vo insonlar hisoblanadi. Ömrünü, hayatını, aqidasini, niyetini shu da'vo yo'lida atab etgan insonlar. Mal mulkini. Qulda nim bo'lsa, Allohni xush qilamizmiki, Allohni rozi qila olamizmiki degan maqsadda hayotini bu da'voga atab etgan insonlar Allohga duo qiladi. Ey Alloh, mening mundaq dardim bor, mundaq bir da'voyim bor. Bu haqda ojizlik qilyapmiz. Biz Muhammad alayhisolamga ergashdik. Keyinda ma'vatimiz, ammo kuchimiz yetmayapti. Bizga yordam qil deb manda tutdik insonlar duo qiladi. Aslında deb nima chiqqanini bilmaydigan, og'zi kunab qolganlikdan davomliq bir narsani deydigan, ammo amaliyati, niyati, irodasi og'zidan chiqqan ish bilan mos kelmagan insonlarning duosini duo degan olmaydi. Masalan, Allohdan masalan mustaqillik talab qilamiz deymiz. Ey Alloh bizga mustaqillik ver deb. Yaxshi bir duo. Ammo qiliqimiz uyaga mos kelmasa, niyetimiz uyaga mos kelmasa, bu duo hisoblanmaydi. Bu faqatlam og'zidan chiqqan bir ovoz bu. Ey Alloh mustaqillik ver degan bir ovoz. Bu ovozni shotutga o'tib qo'ysa, shotutmi deyalaydi. Uning ma'nosini bilmasmi? Shotutmi deyalaydi. Nurg'ullarimiz va Qur'ondan duoni yodalamiz, ma'nosini bilmaymiz. Payg'ambar alayhisolamning qilgan duolarini qilamiz, ma'nosini bilmaymiz. Ko'nglimiz yaxshi bo'lgandan keyin Rasululloh qilib ekan deb duo qilsak, Alloh ijobat qilsin. Yaxshi niyat bilan yaxshi tilakda bo'lamiz. Ammo og'zimiz kunab qolib bir narsani deb duo qilgandek bo'lib, ma'nosini bilmaydigan bo'lib qolsak, mustaqillik ber desakmi, xalqimni ozod qilib bersin desakmi, jannat va jahannam jannatni bergin, jahannamdan ozod qil deb duo qilgan taqdirdami qarindoshlar? Og'zimizdan chiqayotgan gap bilan qalbimizning aloqasi bo'lmasa, bu duo normalda duo hisoblanmaydi. Bunda duoni da'vosi yo'q odamlar qiladi. Qalbida dardi yo'q, g'ami yo'q insonlar shunda duo qiladi. Muhammad alayhisolamning yanındaki insonlar kimlardi? Bütün derdi isyadi. Muhammad alayhisolamning dardi nim bo'lgan bo'lsa, bularning dardi shundaqdi. Muhammad alayhisolamga o'xshash da'vo insonlar edi. Ko'rdik aynan. Hazreti Bilal'ning qanday qiyinchiliklar ostida islomda chang turganligini, Ammar roziyallohu anhuni ko'rdik. Nurg'un yosh sahobalar, kambag'al sahobalar payg'ambar alayhisolamning yo'lidan yanmay, payg'ambar alayhisolamni qo'g'daymiz deb, İslamiyetni taqdimiz deb shu yerda shahid bo'lganligini ko'rdik. Bu sodiq insonlar bu yerda saxtpaz sanadiydi Quraysh kelib, sana boshqa takliflarni bersa, sen bunda o'yinib taqib qiyib ketsang bo'lmaydi deb payg'ambar alayhisolamga bu oyat nazil bo'ldi. Endi payg'ambar alayhisolamga bu oyat nazil bo'libdi, shu ish munosabati bilan nazil bo'libdi. Endi bu oyatning bizga nimaga foydasi bor? Şu Peygamber Aleyhisselam'ın qishig'i kelgan şu Mekke katavashlari, şu tipdagi insonlar bizning qishimizga nima deb keladi? Hozirgi zamonda endi Muhammad Aleyhisselam bo'lmag'achqa, şu Muhammad Aleyhisselam'ning yo'lida mangimiz deganlarning qishig'i nima deb keladi? Yoki Muhammad Aleyhisselam'ning yo'lida mangib qolish ehtimolligi bor insonlarning qishig'i nima deb keladi? Endi Sharqiy Turkistonning sanadidlari deyli, sanadidi Quraysh deganimizdek, Sanadiydi Sharqiy Turkiston. Sharqiy Turkistonning katavashlari kim? Xitoyga ishlaydigan g'olchilar, milliy munofiqlar. Bo'li kelib Payg'ambar alayhisolamning kelgandek Sharqiy Turkistonliklarning manfaatiga ishlaydigan ulamolarimizning yoniga, ziyolilarimizning yoniga, Sharqiy Turkiston xalqiga foydali bo'lish ehtimolligi bo'lgan yaramliq insonlarning yoniga, nüfuzluq insonlarning yoniga, talantli, qobiliyatli insonlarning yoniga nima deb keladi? Biz chet elda yashayapmiz-ku, chet elda jon baqish tez. Oldi bilan keldigan yeri nima deydi desa, assalomu alaykum taqsir, sizga unda damollamadam.
Manda dini alim edem, yoki siz degan ziyoli edem, man shu universitetda yurgan edem. Siz degan bizning ulug' edimmiz. Shuning uchun sizni bizning tashkilotga taklif qilamiz. Mush tashkilotni turib bergan bo'lsalar, suhbat qilib bergan bo'lsalar, u bu deb yolvorib keldi. Endi biz Uyg'ur xalqi, mayli diniy olimimiz bo'lsin, mayli fanniy olimimiz bo'lsin, chet elda bu muhojirat hayotida, hijrat hayotida chet elda xo'rlanib, izzat ko'rmay, ruhimiz izzatga, hurmatga echiqab ketgan millat o'g'achqa. İnsanning qo'sqasini yegiz keladi-ku. Shuna o'xshagan xorlansa, izzatlangis keladi. Normal ahvol bu. Fususiz suv ichkisi kelgandek xorlansa, izzatlangis keladi insonning. Sharqiy Turkiston xalqi xorlangan, irqiy qirg'inchilik uchrayotgan, haqorat uchragan, haqir ko'rilgan bir millatga aylanib qolg'achqa, davlatimizdan ayrilgandan keyin hammamizning ko'nglimizda andaq hurmatli, chiroyli gaplarni deb bersa, erib ketamiz. Hem haqlı deb bir qatim ağzımızdan kelganda qilib berimiz, qilgandan keyin, "Voy maşallah, unda so'zlaydi ekanlar, buni sildek bilimlik odam yo'q emasmi bizning qatorimizda. Sildek ziyolini ko'rib boqmabdi ekanmiz. Sizlar bizga bir oyda kelib bir suhbat qilib bersa bo'pti ekan" deb ma taklifni qiladi. Bunda hurmatning oldida erib ham yo'q degili bo'lmaydi. Yo'q degili bo'lmagan keyin unda hatto uzoq yerdanmi keladi. "Voy sizning aeroplan biletlarini yetib beramiz. Har oy kelib qilib bersa, uni qilib bersa, buni qilib bersa" degan taklif keladi. Acayip yaxshi ixlosmay odamlar ekan deb taklifni qabul qildigan gap. Qabul qilgandan keyin anandan keyin siparish keldigan gap. Taklif suhbat siparish keldi. Biz tashkilot, manda tashkilot mana bizga foydali bir ish to'g'riliq so'zlaydigan gap. Undan keyin pul taklif qildigan gap. Maosh taklif qildigan gap. Endi biz chet elda yaşayotgandan keyin ya nurg'unlarimizning pasporti bo'lmaydi, nurg'unlarimizning iqtisodi vatanda qolgandan keyin iqtisodimiz bo'lmaydi, tunish bilishimiz bo'lmaydi. Hammada o'zining yurtida aziz bo'lgan bilan chet elga chiqqandan keyin ko'mgan kunni ko'rdi inson degan. Tashma, shu yerda izlaydigan gap bor-ku. Undaq gap bo'lgandan keyin xalqning bu takliflari, bu maosh takliflari, bu hurmatlari, nimaga ehtiyojimiz bo'lsa, zafiyatimiz nima bo'lgan bo'lsa, shu haqda bu taklif bergandan keyin insan aciz olgan keyin ba'zi vaqt qayıp kendini ketib qoladigan ish chiqadi. Maash taklif qiladi, uy berish taklifini qiladi, mashina berish taklifini qiladi, andan keyin har kun televizorga chiqarib mashhur qilish takliflarini oladi. Nima zafiyatimiz o'sha shu nuqtadan kelgandan keyin shaytonning yordamchilari nurg'unlarimiz ezib ketamiz. Mesela chet elda nurg'un diniy olimlarimiz var, cho'ng o'qigan olimlarimiz var. Bek cho'ng o'qigan ziyolilarimiz var. Nurg'un foydali insonlarimiz var. Nurg'un boy. Mushu da'vo yo'limizga yordam qilaydiz, qo'ldan keladigan nurg'un boy insonlarimiz var. Qarab baqsak, bularningki mutlaq ko'p soni mustaqilligimizni asliga keltirish harakatida asosan yo'q. Og'zaki bo'lgan bilan rasmiy harakat yo'q. Bunda bulab qilishning sababi nima degan vaqtda qarindoshlar, shu Makkaning mushriklari payg'ambar alayhisolamni kelib ozdirishga tirishgandek, bizni ozdirishga tirishib, u tashkilotni qurib bizga ma'noga tiqib qo'yayotgan. Yana birini qurib uni aniga kelib qo'yayotgan. Shunday qilib tashkilotlarni bo'lab, u olim uning adami, bu olim buning adami, bu ziyoli uning adami, u boy buning adami bo'lib, bo'lib hammaga bo'lib futbollarimizni chimlab Xitoy va Xitoyning g'olchilari istixborot shabakasi istihbarat şaykaları chet eldeki Uygurlarımızın kerakli insanlarını qimırlayamaz qilib etdigilik. Mushunda qilib etgan vaqtda hamda biz bu oyatni, Muhammad alayhisolamga xitob qilgan mush oyatni, mush biz qimırlayamay bulab qolgan mush Xitoyningki shabakasining to'g'riga tushib qolib, shu to'rdan chiqolmay qijilnayotgan insonlar o'zimizga qartib o'qib boqayli. Allah shunday deydi: "Vasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum." Ey inson, ey ziyoli, ey diniy olim. Sen ettigini ve akşamı Allah rızasını deb dava yolunda Allah'a dua kılıvatkan, Allah'a yalvarıvatkan. Ey Allah'ım, Şarkı Türkistan'a müstakillik bergin, Şarkı Türkistan'ın müstakilligini asli keltirish bizga yordam qilgin deb
dua qilayotgan, masalan, mustaqilchilar deydi hozir. Mustaqilchilar bilan birga turish nuqtasida nefsingga sabr qil. Nefsing unamaydi. Ey, bunda bilan birga bo'lsang, mana ashni arilib qolsa, mashhurlanmaysa, televizorga chiqarmaydi, u olmaydi, bu olmaydi deb nefsing sen qarshi turdi. Qarshi turgan taqdirda nefsingga qarshi sen harakatga o'tab, shu haq do'stlar bilan, shu da'vo odamlar bilan birga bo'l. Xitoyga va Xitoyninki g'alchilarga qarshi nefsing u tarafni tasimi, sen ma haq tarafda turg'in deb bizga xitob qiladi. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dünya zinetini o'ylab sen ko'zingni ma atrofingdagi haq do'stlardan boshqa yerga qaydoma. O'zingning atrofingda, o'zingning ichida haq yo'lda menayotgan, to'g'ri yo'lda menayotgan, Allah rızasını deb, vatanning mustaqilligini asliga keltiramiz deb, mustaqillik yo'lida menayotgan nurg'un azimatlar bor. Sen yaşayotgan davlatda, sen yaşayotgan rayonda. Sen shular bilan bir bo'l, shular bilan birga yasha, shular bilan bir-birini qo'llash. Ma Xitoyning sanadiyatlarga, Xitoyning g'alchilariga ko'nglini bami ko'zingni o'tirib qarama. Sen atrofingdagi mujohidlar, atrofingdagi vatanparvarlar, mustaqilchilar aralashishingga yetib ashudi. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina. Biz zikrimizdan qalbini g'aflatga tashlab etgan insonlar bor, aranglarda. Yani Sharqiy Turkistonlarning ichida bizning zikrimizdan qalbini biz g'aflatga tashlab etgan insonlar bor. Bu tipdagi insonlarga itoat qilma deydi. Bu g'afil insonlar nima deydi? Voy qarindishim, siz degandek yo'q odam. Endi sizningki yurtdabek jiq tuqqanlar va jamoatlik odamlar, har yuzlik odamlar sizlar. Sizlar yerda u mustaqil deb aqmagan ishning keyin kirib olgan bilan, o tuqqanlarni undaq qilydi, bundaq qilydi. Çataq chiqadi. Sizlar yerda millatimga ish qilaman deb millat avadik tuqqanlarning beshiga ish ochiladi. Sizning vazifalar shu tuqqanlarni qutqazsizmi, shu vatanni qutqazganga o'xshash bo'ladi deb, ma g'afillar, ma ta'ti tarafdan chiqib kallangni ozdirdi. Bunga itoat qilma deydi. Wala tuti' man aghfalna qalbahu. Qalbini g'aflatga tashlab etgan insonlarga itoat qilma. İnsanning qalbini Allah nima uchun g'aflatga tashlab etadi? Man aghfalna, biz g'aflat etdik deyapti Allah. Ba'zi insonlarning qalbini biz g'aflatga patirib qo'ydik. Qalbini olib g'aflatning ichiga patirib qo'ydik. Nima uchun Allah shunday qiladi? Chunki u qalbning ichida bir iroda bor. U iroda xato yo'lni tanlag'achqa Allah jazo sifatida u insonlarni g'aflatga patirib etadi. Meni tushib ketgandan axlatga tashlab etamiz-ku. Shuningga o'xshagan qalbidagi bir gavhar bor. Iroda deydigan Allah qo'yib qo'ygan bir amonat var. Allah'ın bu irade degan amonatini meynat tarafga qo'llangan chaqda, Xitoyning manfaatiga qo'llangan chaqda, Xitoy istixborotininki manfaatiga qo'llangan chaqda, Allah u insonlarni, ey inson, seni men inson deb yaratdim, aql berdim. Mushu nuqtada irodani to'g'ri qo'llanmagandan keyin Allah senga jazo deb qalbini g'aflatga patirib o'tdi. Bu insonlar shunda g'aflatga tushib ketadi-ki, o'zining Xitoyga ishlaganligidan yoki Xitoy tarafdori bo'lib qolganligini his qilmaydi, his qilsimi tep tatmaydigan bo'lib ketadi. Urdim to'ymas deydi-ku, urdim to'ymas. Xitoyga ishlayotganligi oshkorlanib qolsimi, hatto his qilsimi, mening o'ylam xato ekanjimi, shunday ketganda qanday ular deydigan ishli kelgan taqdirdami, bu teshni bo'lmaydi, hamda yashash ta'sir bo'lgandan keyin biz bu yerda yashayotgandan keyin o'g'an kim bu o'g'an nurg'un sabab tepib to'g'ri yo'lga qaytmaydi. Qaytmagandan keyin bu nima uchun bo'ladi? Shu Allohning bu insonni yaratmay, menga sesiq, menga mehnat deb g'aflatga patirib etganligidan bo'ladi. Mehnat ulab ketgan tamoqni axlatga atqanimizdek, mehnat ulab ketgan irodani Alloh g'aflatga cho'mdirib o'tadi. Bunda g'afil insonga itoat qilma deydi.
Vettaba'a havahu. Yana öz havayı hevesiga ergişken insanga itaat qilma. Havayı heves degan arzusi. Havayı heves deymiz go. Havayı heves degimiz havayı havas. İnsanın beş his duygusu uludu. İnsan şu beş his duygudan uçuru egallab, onu kalbiga to'plab, aqli orqali analiz qilib, ankin irodasini qo'llanib, ya xatoni tanlaydi, ya to'g'rini tanlaydi. Şunun bilan mag'aflatdagi insonlar nimaga ergishadi? O'zining havosiga ergishadi. Arzuyi nim bo'lsa, nafsi nimani xohlasa, shuning keyindan mangadigan bo'lib qoladi. Ya'ni aqli turib, vijdoni turib, Alloh bergan uni nefsiga qul bo'lib, nefsining keyindan mangayirdi. Nefsini deb Xitoyga satilaverdi. Nefsini deb Xitoy josuslarga ishlaverdi. Xitoy milliy munofiqlar bilan Xitoyga ishlaydi aloqada bo'laverdi. Bir maydonda turib yurdi, yuzi chimildimaydi. Yo'g'on bilimlik inson deyilayotgan bilan har ziyoli, har bilimlik olim unda bo'lgan bilan Xitoy bilan bijmayan, Xitoy bilan birga yashaymiz deydigan maxluqlar bilan, manqurtlar bilan, indigenuslar bilan yerda turishdan nomus qilmaydigan xalqqa keladi. Vettabahu degan shu. Bunda adamlik itoat qilma. Bu yo'l emas deydi. Va kana amruhu furuta. Bunda insonning ishi furut. Furut degan joyiga tekkizolmaydigan bir qiliq bo'ladi. Davomli bir ish qiladi, bo'sh. Ishi bo'sh ya'ni. Furutni nim qilish uchun garga to'pab bir atimiz igizga chiqdi, tushmaydi. Yoki bir atimiz pes ketdi, uningga tushmaydi. Furut degan ne xalqi joyiga tekkizolmaydigan. Ya mubolag' qilib yuqori atadigan, to'ni yuqoridan atadigan, yoki bo'lmasa ish qilsimi ashrilik bilan ish qiladigan, yoki bo'lmasa ko'talik bilan ishni joyiga yetkazolmaydigan furut, ifrat va tafrit. Ya haddidan oshirib yetadi, ya nishonga yetkazolmaydi. Bu tipdagi insonlar qandoq assin, qandoq yashashdan qat'iy nazar g'oyasiga yetolmaydi, hadafga ulaşolmaydi. Chunki bular furut, ishi furut, quruq, bo'sh insonlar. Shuning uchun ben sen bu tipdagi insonlarga ergashmaslikdimi, nafsingga qarshi sabr qilsan. Allah do'stlari bilan, da'vo insonlar bilan bir yo'lda, bir maydonda mengishdimi, nafsingga qarshi sabr qilsan. Chunki nafs sana dushman. Nafsingga qarshi sabr qilsan. Shuning uchun zulmga qarshi harakatga o'tsan, zulmga qarshi harakatga o'tganlar bilan birga bo'lasan. Chunki zulmga qarshi sabr qilish yo'q, qarindoshlar. Bizning dinimizda zulmga qarshi sabr qiling, zulmga qarshi sabr qiling deydigan ya bir oyat, ya bir hadis yo'q. Sabrni qanday qilamiz? Zulmga qarshi harakatlanamiz. Zulmga qarshi adolat maydoniga o'timiz. O'tgan vaqtimizda dushmanning quli bilan beshimizga musibat keladi. Shu musibatni deb sabr qilamiz. Nima uchun sabr qilamiz? Chunki bizning g'oyamiz yuksak. Allohni rozi qilish. Allohni rozi qilish oxirgi g'oya bo'lgandikan. Ma dunyolikdagi eng cho'ng g'oyamiz vatanning mustaqilligini asliga keltirish bo'lgandikan, g'oyamiz cho'ng bo'lgandikan, beshimizga kelayotgan musibatlar g'oyamizga nisbatan kichik ishlar bu. $1000 qazanash uchun $10 xejlab qo'ysa hech nima bo'lmaydi-ku. $10 xejlayaptim deb yig'lashning hojati yo'q. Chunki natijada $1000 keladi. Shuningga o'xshagan bu dunyoda kelayotgan zulmga qarshi kurashda, adolat yo'lidagi kurashda beshimizga kelgan musibatlarning hammasi sabr qilishga arziydi. Va demoqchi bo'lgan nuqta qarindoshlar, ba'zi qarindoshlar kelimani xato qo'llanamdiki, zulmga sabr qilish deb so'zlaydi ekan. Bizning dinimizda zulmga sabr qilish yo'q. Bir sekundmi yo'q. Zulmga darhol qarshi turish bor.
Qarshi turgandan keyin, zulm qarshi maydonga o'tgandan keyin, adolatga o'tgandan keyin, adolat maydoniga u haqda kelgan dushman tarafdan kelgan musibatlar bo'lib qolsa, u musibatga sabr qilib, shu yo'limizda ching turamiz, adolat maydonida ching turamiz, kurash maydonida ching turamiz, shaytonga qarshi turish, nafsimizga qarshi turish, Xitoy tajovuzchilariga qarshi turish maydonida ching turamiz. Bu ching turganlikning ismi sabr. Nafsimizga qarshi sabr mana shunday bo'ladi. Qarindoshlar, vaqt yana bir joyga berib ketibdi. Bugun mishada to'xtayli. Alloh hammamizni nafsiga qarshi sabr qilganlardan, to'g'ri yo'lda bo'lganlardan, to'g'ri yo'lda mang'anlardan, o'zini Alloh rizosiga atagan davo insonlardan qilib etsin. Biz yashagan muddatcha islomiyatdan ayirmasin. O'ladigan vaqtimizda tövbe ve imandan ayırmasın. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.